Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan gram pozitiv bakteriyalarni o'rganishda davom etamiz va gram pozitiv bakteriyalardan biz o'tgan safar koklarni boshlagan edik. Koklar bizda ikki guruhga bo'linadi. Katalaza pozitiv, katalaza fermenti bor yoki yo'qligiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Katalaza pozitiv va katalaza negativ bo'lgan bakteriyalar. Biz o'tgan darsda katalaza pozitiv bo'lgan stafilokoklar haqida gaplashgan edik. Bugun esa biz katalaza negativ bo'lgan streptokoklar, zanjirsimon joylashgan bakteriyalar, sharsimon bakteriyalar haqida gaplashamiz. Streptokoklar demak 3 xil qonni gemoliz qilishiga ko'ra 3 xil guruhga bo'linadi. Alfa gemolitik, beta gemolitik va gamma gemolitiklar. Alfa gemolitiklar qonni qisman gemoliz qiladigan bakteriyalar. Beta gemolitik bakteriyalar esa qonni to'liq gemoliz qiladigan bakteriyalar hisoblanadi. Gamma gemolitiklar esa qonni umuman gemoliz qilmaydi. Va biz bugun gaplashib o'tadiganimiz beta gemolitik bakteriyalar. Beta gemolitik bakteriyalarga demak Streptococcus beta gemolitiklar A va B guruhlariga bo'linadi va A ga Streptococcus pyogenes deb nomlanadi yoki bo'lmasa BC esa Streptococcus agalactiae hisoblanadi va bular ham o'z navbatida bazitratsin sensitivligi va pH statusiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Agar bazitratsinga sensitiv va pH status pozitiv bo'ladigan bo'lsa, bu bizda Streptococcus pyogenes hisoblanadi va bazitratsin resistent va pH status negativ bo'ladigan bo'lsa, Streptococcus agalactiae hisoblanadi. Biz hozir Streptococcus pyogenes bilan to'liq tanishib chiqamiz. Demak, Streptococcus pyogenes mana ko'rinib turgandek, u zanjirsimon shaklda joylashgan. Mana zanjirsimon shaklda joylashgan va biz buni binafsha rangda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va binafsha rangligi biz buni bilib olamiz gram pozitiv bakteriya ekanligini. Va ular zanjir hosil qilib joylashadi va bazitratsin sensitiv bo'ladi. Bazitratsin sensitiv va beta gemolitik bakteriya hisoblanadi va pH status pozitiv bakteriya hisoblanadi. Va bizda bu bakteriyada o'zida gialuronik kislotadan iborat kapsula saqlaydi. Demak, bakteriyamiz va uni atrofida gialuron kislotadan iborat kapsulasi bor. Va o'zida M protein saqlaydi. M protein saqlaydi. Mana bu M protein deydigan bo'lsak, o'zidagi M proteinning vazifasi nima? Endi bizda M protein vazifasi bajaradi. Birinchi bo'lib fagositozdan himoya qilish vazifasini bajaradi. Ikkinchisi bizda o'xshash bo'ladi. Organizmimizdagi aynan ba'zi bir hujayralarni proteinlariga o'xshash bo'ladi bu. Ya'ni molekulyar mimikriyani amalga oshiradi. Molekulyar mimikriya hodisasi bor. Demak, bu aynan qaysilarga o'xshaydi? Aynan yurak va bo'g'imlarda joylashgan yurak muskullari va bo'g'imlardagi ba'zi bir oqsillarga o'xshaganligi hisobidan aynan Streptococcus pyogenes bilan organizm zararlanganda unga qarshi immunoglobulinlar ishlab chiqariladi va o'sha immunoglobulinlar borib aynan yurakni va bo'g'imlarni ham zararlab qo'yadi. Nima uchun? Chunki ular M proteinga qarshi ishlayotgan edi. Bu M protein bizda yurak va bo'g'imlarda joylashgan oqsillarga ham o'xshash bo'lganligi uchun bularni ham mikrob deb o'ylab organizmimiz o'zi ularga qarshi kurashib, u yerda ham ba'zi bir o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Va bu yerda bizda kelib chiqadigan kasallik revmatic fever, ya'ni revmatik isitma, o'tkir revmatik isitma hisoblanadi. Aynan o'tkir revmatik isitma faringitdan keyin kelib chiqadi. Faringit bo'ladi, undan keyin esa revmatik isitma kelib chiqadi. Revmatik isitmada bizda qanday belgilar bo'ladi? Buni biz Jones kriteriyasi bo'yicha mnemonika qilib, uni katta kriteriyalarni eslab olishimiz, yodlab qolishimiz mumkin. Demak, Jones.
ya'ni bo'g'imlarni zararlaydi. Yurak esa bu yerda heart va yurakni borib zararlaydi va terida nodulalar va eritema marginatum va Sydenham xoriyasi bo'ladi. Demak, borib bular o'zimizni immunoglobulinlar, antibodilar borib yuragimizni, bo'g'imlarimizni va mana shu yerdagi o'zgarishlarni keltirib chiqaradigan o'zimizni immunoglobulinlar hisoblanadi va biz M proteinlar deb o'ylashi hisobiga. Xo'sh, bizda Sydenham xoriyasi nima ko'rib chiqamiz. Mana bu bizda eritema marginatum hisoblanadi. Sydenham xoriyasi esa aynan u qo'llarni noaniq harakati, ixtiyorsiz noaniq harakati Sydenham xoriyasi hisoblanadi. Hop, undan keyingi keltirib chiqaradigan kasalliklari bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Demak, yallig'lanishli yiringli kasalliklar keltirib chiqaradi. Bularga faringit, sellulit, impetigo va erysipelas kiradi. Aynan mana shu yallig'lanishli yiringli kasalliklarni bizda keltirib chiqaradigan toksin eritrogenik egzotoksin hisoblanadi. Aynan eritrogenik egzotoksin B turi hisoblanadi va bular proteaza hisoblanib, organizmimizdagi oqsillarni yemirishi hisobiga aynan shu yerda o'ziga xos o'zgarishlarni, terida o'zgarishlarni keltirib chiqaradi va bu yerda eng oxirgi natijasida necrotizing fasciit hosil bo'ladi. Ya'ni bunda muskullar boylamlargacha proteazalar yemirib tashlashi natijasi kelib chiqadi. Endi biz aniqlab ajratib olishimiz kerak sellulit nima, impetigo nima va erysipelas nimaligini. Hop. Bizda impetigo mana. Impetigo aynan terini yuza qavatida hosil bo'ladigan honeycrusted deb berilgan, aynan shunga o'xshash o'zgarishlar. Terida sariq, asal surtilganga o'xshash bo'lgan o'zgarishlar bo'ladi aynan terini yuza qavatida. Bu bizda impetigo hisoblanadi. Xo'sh, undan keyingisi bizda erysipelas va sellulitni farqlari. Sellulit bizda aynan teri, buni ko'rayotgan bo'lsangiz shish bilan birga kechgan, shish, mana oyog'i shishib turibdi va chegarasi noaniq, qizarishni chegaralay olmaymiz va bu terini chuqurroq qavatlari derma va epidermisni zararlagani hisobiga bo'ladi. Erysipelas esa faqatgina terini yuza qavatlari zararlangan bo'ladi va buni aniq chegarasi bo'ladi. Biz shundan bu ikkalasi erysipelas, sellulit va impetigoni farqlab olar ekanmiz. Xo'sh, endi bizda yana bor undan keyingi kasallik toksigenik kasalliklardan scarlet fever, toxic shock-like sindromiga sabab bo'ladi. Necrotizing fasciit esa mana bu bosqichlarni o'tib ketgani hisoblanadi. Xo'p, scarlet fever nima? Scarlet fever bizda 3 xil eritrogenik toksin, eritrogenik egzotoksin bizda 3 ta turi farqlanadi. A, B, C. A bilan C si bizda super antigen hisoblanadi. Antigen hisoblanadi. Super antigen nima edi? Super antigen bizda aynan sitokinlar bo'ronini hosil qilardi. Bo'ronini hosil qilib, organizmimizda o'ziga xos bir necha o'zgarishlar yuzaga kelar edi. Sitokinlar bo'roni, ya'ni T helperlarni kuchli ravishda stimulyatsiya qilishi natijasida. To'g'ridan to'g'ri birikmasdan yon tomondan birikib, T helperlarni kuchli stimulyatsiya qilish natijasida bu yerda sitokin bo'ronini hosil qilardi. Endi B esa bizda boya aytdim proteaza hisoblanadi. Proteaza hisoblanib, bu aynan teridagi yallig'lanishli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Endi bizda A va C turlari aynan scarlet feverga sabab bo'ladi. Bu endi
Scarlet feverni biz eslab qolishimiz kerak. 3 ta belgi bor, asosiy belgi. Bu demak faringit bilan birga keladi. Streptococcal faringit bilan birga keladi va biz terisini ko'rishimiz mumkin. Sandpaper like rash. Butun tanasi o'sha qum qog'ozga o'xshash o'zgarishlar sodir bo'ladi. Qum qog'ozga o'xshab qoladi tanasi. Va strawberry tongue bo'ladi. Ya'ni birinchisi sandpaper like rash va strawberry tongue bo'ladi. Ya'ni qulupnayga o'xshash til bo'ladi. Xuddi qulupnayga o'xshab turadi. Ba'zi bir kitoblarda malinasimon ham deb keladi. O'zbek kitoblarida aynan. Va bizda qizarishlar bo'ladi. Bu aynan og'iz atrofidan tashqari, og'iz atrofiga bo'lmaydi. Og'iz atrofi oqroq bo'lib turadi. Bugungi shu Streptococcus pyogenesdagi keltirib chiqaradigan kasalliklari shu edi. Demak, endi uni toxic shock like syndrome. Toxic shock like syndrome ham biz Staphylococcus aureusda tanishib chiqqan toxic shock sindromi bilan bir xil bo'ladi. O'sha sindromni ko'ramiz. Mana bu nimalarga sabab bo'lardi? Aynan T helperlarni kuchli stimullanish natijasida, sitokinlarni ko'plab ishlab chiqarilishi natijasida T helperlar aktivatsiyasi va sitokinlar ko'plab ishlab chiqarish natijasida yuz berar edi. Faqatgina Staphylococcal toxic shock sindromida bizda nima bo'lardi? Uzoq muddat foydalanilgan vaginal tampon va nasal packinglar orqali yuzaga kelardi va fever, vomiting, diareya, rash, disclamation bilan shok va organlar yetishmovchiligi, keyin AST, ALT, bilirubinlarni oshishi bilan birga kechardi. Bizda Streptococcus pyogenes orqali kelib chiqadigan toxic shock like sindrom ham xuddi shunga o'xshash belgilarni yuzaga chiqaradi, faqatgina u og'riqli teri infeksiyalaridan keyin rivojlanadi. Demak, teri infeksiyalaridan keyin rivojlansa, bu streptokoklar natijasida kelib chiqqan, aynan vaginal tampon va nasal packinglardan keyin rivojlanadigan bo'lsa, bu stafilokokdan kelib chiqqan toxic shock sindrom hisoblanar ekan. Xo'sh, demak, pyogenesda kasalliklari mana shulardan iborat. Va yana bittasi glomerulonefritlar hisoblanadi. Glomerulonefrit qachon kelib chiqadi? Biz aytdik, immunologik kasalliklarga kiradi va revmatik feverni aytdik. Bu qanday kelib chiqishini? Aynan M proteinlari mimikriya qilishi natijasida organizmimizdagi ba'zi bir proteinlarga, yurakda, bo'g'imlarda joylashgan proteinlarga mimikriya qilishi natijasida o'zimizni organizmimizni zararlab qo'yardi. Bu aynan faringitdan keyin kelib chiqardi. Glomerulonefrit ham xuddi shunga o'xshash, faqatgina bunda kompleks hosil bo'ladi. Streptokok va uni atrofida immunoglobulinlar joylashadi. Immunoglobulinlar joylashib, korfaktorlar bo'ladi va bular birgalikda borib, mana shu kompleksimiz borib buyrakni kapsulasini zararlashi natijasida glomerulonefritni keltirib chiqaradi. Va buni revmatik feverdan kelib chiqishdan farqi, revmatik fever aynan faringitdan keyin kelib chiqadi. Glomerulonefrit esa faringitdan keyin yoki bo'lmasa teri kasalliklari, ya'ni impetigodan keyin ham rivojlanishi mumkin ekan. Glomerulonefrit ikki xil, ya'ni teri va faringitdan keyin rivojlanar ekan. Revmatik isitma esa faqatgina faringitdan so'ng rivojlanuvchi kasallik hisoblanadi. Va bu borib yuragimizni aynan filtratsiya qismini amalga oshiradigan kapsulasini jarohatlashi hisobiga u yerda filtratsiya jarayoni buziladi. Filtratsiya jarayoni buzilishi natijasida bizda qonda siydikda qon aniqlanadi va bu gematuriya hisoblanadi. Gematuriya hisoblanadi. Birinchisi, ikkinchisi esa proteinuriya, oqsil ham chiqib ketadi. Uriya. Uchinchisi esa aynan shishlar hosil bo'ladi. Shishlar, chunki
aynan kapsula zararlangandan keyin u yerda natriy ko'proq o'ziga ushlanib qolishi natijasida kelib chiqadi asosan. 4-inchisi esa gipertenziya rivojlanadi. Gipertenziya aynan renin, angiotensin, aldosteron sistemasini o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, bu yerda qon bosimini ko'tarib yuboradi. Endi virulens faktorlari Streptococcus pyogenesni bizda DNAza bor, ya'ni DNKni parchalaydi. Eritrogenik egzotoksin bor, biz gaplashdik ABC turlarini va streptokinaza bor. Streptokinaza bizda nima qiladi? Plazminogendan plazmin hosil qilib beradi. Plazmin hosil qiladi. Va bu plazmin aynan qonni suyultirib berish vazifasini bajaradi. Keyingisi esa streptolizin O. Streptolizin O esa aynan gemolizni amalga oshiradigan, beta gemolitik edi-ku, gemolizni amalga oshiradigan virulens faktori hisoblanadi. Va biz aynan o'tkazilgan Streptococcus pyogenes bilan zararlanish, infeksiya bilan zararlanishni biz qonda asotitr, ya'ni antistreptolizin O ni ko'rib yoki bo'lmasa anti-DNAza B antibodilarini ko'rib biz aynan mana shu kasallikka diagnoz qo'yar ekanmiz. Diagnoz emas, yaqinda o'tkazilgan o'sha kasallik borligini bilar ekanmiz. Diagnoz qo'yish uchun biz aynan tomoqdan surtma olamiz. Chunki faringit bo'ladi, tomoqdan surtma olamiz. Bu aynan tezda aniqlash uchun. Yoki bo'lmasa qonda, blood agarda biz uni o'stirish orqali diagnoz qilar ekanmiz. Ikki xil usulda. Bugungi Streptococcus pyogenes shu bilan tugadi. Ikkinchi tanishib chiqadiganimiz esa bizda agalaktiya, Streptococcus agalaktiya hisoblanadi. Ya'ni bu beta gemolitik streptokoklarni B guruhiga kiradi. Demak, u ham o'z navbatida gram pozitiv bakteriya hisoblanadi va bazitratinga rezistent beta gemolitik bakteriya hisoblanadi. Asosan o'sha qinda nima qilar ekan? O'sadi. Qinda joylashgan bakteriya hisoblanadi va bu o'z navbatida pnevmoniyaga, meningit va sepsisga sabab bo'ladi. Asosan o'sha bolalarda, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda hisoblanadi. Buni endi virulens faktorlari bor. Xo'sh, polisaxarid kapsulasi. Bizda pyogenesda gyaluronik kislota kapsulasi bor edi. Bu asosiy o'sha virulens faktorlardan biri hisoblanadi va u o'zidan kem faktor ishlab chiqaradi. Kem faktor nima? Kem faktor bu qon bo'ladigan bo'lsa, qon mana bu yerga Staphylococcus aureus ekilgan va bu qonni to'liq gemoliz qilib turibdi. Va biz bu yerga ekdik, mana bu gemoliz hududi. Bu yerga ekamiz pyogenesni. Streptococcus pyogenesni eksak, bu ham qonni to'liq gemoliz qiladi. Chunki bu ham beta gemolitik, bu ham beta gemolitik. Bu yerga esa agalaktiyani ekadigan bo'lsak, bu yerda mana bu yerda bunaqa kengayish sodir bo'ladi. Ya'ni Staphylococcus aureus hosil qilgan gemoliz maydonini agalaktiya kengaytiradi. Mana shu kem faktori orqali. Xo'sh. Va bunda Gipura test pozitiv va PR negativ bakteriya hisoblanar ekan. Biz demak bu bakteriyani ayollarda homiladorlikning 35-37 haftalarida ayolda tekshirishimiz kerak bo'ladi, aynan shu bakteriyaga. Agar bu bakteriya aniqlanadigan bakteriya vaginadan surtma olib, agar bu bakteriya aniqlanadigan bo'lsa, biz unga penitsilin, ampitsilin bilan profilaktika qilishimiz kerak. Chunki agar bolaga bu yuqadigan bo'lsa, vaginal bola tug'ilayotgan paytda vagina orqali yuqadigan bo'lsa, onadan bolaga tug'ruq davomida yuqadigan bo'lsa, bolada
pnevmoniya, meningit va sepsis kabi kasalliklarga sabab bo'ladi. Demak, bugungi beta gemolitik bakteriyalarimiz shu bilan tugadi. Rahmat hammaga. Kamchiliklar bo'lsa aytasiz.